Aziz o'g'il qizlarim, sizlar O'zbekiston tarixiga oltin harflar bilan yoziladigan buyuk ishlarni amalga oshirishga qodirsizlar. Fursat borida otni qamchilang. Dunyoga o'z so'zlaringni aytinglar. Vaqt va omad doimo sizlarga yor bo'lsin. And the winner is Presidential School in Tashkent. Betakror yurtimizda barqaror jamiyatni va bardavom taraqqiyotni ta'minlash barchamizni bosh maqsadimiz deb shior qilib olsak, marra bizniki bo'ladi. Muammodan muvaffaqiyatga intilishimiz kerak. Yangi O'zbekiston yoshlari nimaga qodir ekanini yana bir marta namoyon etdilar ma'lum farzandlarim. Eng katta qudratli resursimiz, rezervimiz sizlar, shuni bilinglar. Hozirgi vaqt qushini ushlab olsalaring, kelajak marra sizlarniki. Menga nima savollaring bor? Nima taklif? Marhamat. Hammalaring bilan tushadi. G'oyalar ko'p, niyatlar ko'p, internet ochiq, dunyo ochiq, yaxshi yashashga, yaxshi bo'lishga, qahramon bo'lib parvoz qilishga tayyorsizlar. Har tomonlama erkin, ozod va farovon yashaydigan yangi O'zbekistonni hamda 3-renessansni bunyodkorlari sizlar. Garvardga o'qish bu tasavvurimizda bormidi bir paytlar? Yoshlarga bitta katta savol. Muhammad al-Xorazmiy degan yangi Xorazmda universitetga qo'ydi. Uzbekistan's youth are stepping up. We are using digital tools to raise awareness, challenge stigma and support one another. O'qinglar, intilinglar, marraslardagi, kelajakslardagi ham parlamentda sizlar mustahkam zamin yaratyapsizlar va senatda ham. Millat qizlarining baxtiga hamisha sog' bo'ling otajon. Fidoyi, bilimli, zukko va vatanparvar o'g'il qizlarimiz barchaga namuna bo'lishlari kerak. Hech qachon unutmanglar. Adolat bir narsada, ta'limda, intilishda, bilimda. Qayerga bormasam, nima uchun yoshlar bilan ko'proq uchrashaman? Men o'zimga juda katta kuch-qudrat olaman sizlardan. Sizlar mana shunday kuch-qudrat egasisizlar. Faqat oldinga, faqat jonajon vatanimizni manfaati uchun harakat qilamiz. Biz kechagidan bugun ko'proq o'qishimiz kerak. Kuch sizlarning qo'llaringda.